O'zbeklar darhol ogoh bo'ling. O'zbekistonda bugun tongda ayanchli falokat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 20-aprel kuni Toshkent shahridagi uylardan birida yong'in chiqdi. Bu haqda poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 16:14 da Olmazor tumani Juvalachi ko'chasida joylashgan shaxsiy xonadon yonayotgani to'g'risida xabar tushgan. Xabarga ko'ra, qutqaruv ekipajlari voqea joyiga soat 16:20 da yetib borib, hozirda yong'in o'chirish ishlari olib borilmoqda. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Vaziyat Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi tomonidan to'liq nazoratga olingan.